Ready. Fight. Salom do'stlar, sizlar bilan Epic Play Uz kanalida yoqish uchun kerak bo'ladigan top 3 ta modni ko'rib chiqamiz. Mana unday bo'lsa ketdik do'stlar. Ulardan birinchi modimiz unchalik ko'p narsa qo'shmaydi ham deyarli. U shunchaki emotsiyalar qo'shadi do'stlar mana. Qo'yni ko'rsangiz yurishi o'zgargan do'stlar. Birinchi modimiz, uni ham Telegram kanaliga chiqib qo'yaman mana. Yangi moblarda sinab ko'ramiz do'stlar. Hamma moblarning ko'rinishlari, harakatlarini o'zgartiradi. Ko'ryapsizmi oyoqlari qo'llab turishini? Go'lamlikka ko'rdingiz do'stlar. Haqiqiy o'xshab qoladi. Anchagina zo'r. To'g'ri ko'ryapsizmi do'stlar? Pandachiliklar qilar ekan. Qishloqqa. O'yna qoshlarini ko'rdingiz, qoshlar. Buni ko'p videolarda ko'rgan bo'lsangiz kerak bunaqa qishloqlarni. Sehrgar. Qor ko'lama. Deyarli harakati ham yo'q, ammo vardi. O'sha. Mana emotsiyali go'lamlar. Birinchi modimiz shu emotsiya modi. Buni Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Ikkinchi modga o'tamiz do'stlar. Mana biz ikkinchi modimizga ham yetib keldik. Bunda ko'rib turganingizdek bizda yarimta jon bo'ladi. Bu darajangiz oshgan sari joningiz ko'payadi. Bu mod survivalni anchagina qiziq qiladi do'stlar. Juda ham ajoyib. Aytib qo'yay, bu modlar kimgadir bu yoqmayotgan bo'lsa, bu men uchun yoqqan top 3 ta. Ba'zilarga yoqishi mumkin, ba'zilar ko'ngli har xil bo'lishi mumkin. Hozir sizlarga ko'rsataman bolalar. Bitta jon bo'ldi, ikkita, 3 ta bo'ldi, 4 ta ko'ryapsizlarmi do'stlar? Mana kitob bilan ham beradi. O'qib ham o'tiraverasizlar do'stlar. Telegram kanalini qiladi. Joylari bor. Mod kerak bo'lsa, shunday qilib darajangiz oshib Ender Dragon deganingizda nechta jon bo'lishini ham bilib olishingiz mumkin do'stlar. Ajoyib mod. Hatto bunda Ender Dragonni ham o'ldira oldim. Mana hozirda 17 ta jonim bor. Bu ham ajoyib survival qilsak bo'ladi. Buni hammasini kommentariyada silka bilan kirasiz va Telegram kanalimda bu modlarni topishingiz mumkin. Uchalasini tashlab qo'ygan bo'laman. Endi birinchi o'rin juda ham ajoyib. Deyarli hammaga yoqadigan mod bo'ladi do'stlar. Yordamchi mod. Uni kuttirib o'tirmasdan o'sha yangi modga o'tib ketamiz do'stlar. Qani go. Do'stlar, bu birinchi o'rindagi modimiz top 3 talikning bu modning nomi Chest Pad. Ko'rib turganingizdek nima berishini ko'rib turibsiz. Uxlayotgan chest. Uning ichiga narsalarni solib qo'yishingiz mumkin va yurakchan unga yedirishingiz kerak. Va sizga ism berishingiz mumkin. Hozircha bizda anvil yo'q, shuning uchun qo'yib qo'yamiz. Bu tayoqcha bilan uni o'tkazdirib turgizdirishingiz mumkin do'stlar. Bu shunchalik bunga to'xtab qolmaydi. Yoki bu kichik uy hayvoni juda ham foydali. Uni kitob orqali ko'rishingiz mumkin. Mana unga kuchli narsalar yasashingiz mumkin. Craftlarni ko'rsatadi. Ko'rganingizdek qutini yasalishi oddiy. Bu chiroq iladi, egar buni minsangiz ham bo'ladi do'stlar. Hozir hammasini kreativda bu usullarni ko'rsataman do'stlar. Mushukcha nima qilishi mumkin deyishingiz mumkin. Bu tomdan balandlikdan pastga tushganda urin olmaydi, chunki bu uchadi hamda do'stlar. Keyingi varaqni och. Ochilmayapti. Bu qilich, o'q ota berishingiz mumkin. Olmosli, nezeritli ham bor, mana uchadigan do'stlar. Uni hammasini hozir amalda sinab ko'ramiz. Bundan oldin kreativga o'tishimiz kerak. O'tib olamiz do'stlar. Mana bu yerda unga kerak bo'ladigan nezeritli o'qdon, qanot,
mushuk, regeneratsiya, qilich, egar, yorug'lik va mayoq. Mana shularni hozir hammasini qilsak bo'ladi. Mana. Hatto urishadi ko'rib turganingizdek. U ko'rsa bo'ldi do'stlar. U etishingiz shart emas. Birorta it bo'lsa ursangiz kim o'ldiradi-yu, u shart emas. Mana qanot ko'rganingizdek mushukcha chiroyli qiladi. Oyoq kiyim tezlashtiradi. Qilich ko'rib turganingizdek bu jangari bo'lib ketyapti. Mayoq orqasiga taqoladi. Ko'rganingizdek ancha ajoyib endi egar. Endi bunga chiqsangiz ham bo'ladi. Do'stlar, bu anchagina kuchli bo'lib ketdi. Uni deyarli ko'ringlar, jonini qaranglar. Bu siz qaysi tarafga ko'rsatsangiz shu tarafga uchib ketadi do'stlar. Oldinga va ekran bilan sursangiz bo'ldi. Pastga qilsangiz ham tushaveradi. Jon ketmaydi va bu anchagina kuchli do'stlar. Hozir uni sinab ko'ramiz qanchalik kuchliligini. Hani do'stlar, pillager. Pillagerlar hani. To'rtta pillager necha jonni oladi ekan. Hani nezerit narsasi bilan terib tashlaydi. Qani sen nechta joningni olishdi? Bittasini ham olgan yo'q do'stlar. Qani do'stlar, yaxshiroq qilamiz. Bu mod kimga kerak bo'lsa Telegram kanaliga aytganimga qo'shib qo'yaman. Chespiyat. Bu bilan ancha dragonni o'ldirish ham oson. Ham yuk halta, ham transport o'rnida, ham konda yorug'lik o'rnida, himoyachi o'rnida ancha yaxshi. Ot. Orqamdan kelib otmay qolyapti. O'q tugamaydi buni. Do'stlar, agar shu mod yoqqan bo'lsa, shu videoda kommentariyasi plus belgisini qoldirsangiz, shu qutichani Warden bilan solishtiramiz. Xuddi shu ko'rinishini. Kamga bu oddiy bunday emas, hozir to'xtab turinglar. Buni ajoyib lifehacklar va o'ziniki shlyampa. Buni bezatishingiz ham mumkin. Qaroqchi. Do'stlar, o'ldirmay tur. Yo'qqa yonimga. Izlash. Moblaring kutib turadi. Mana shlyampa ko'rganingizdek. Do'stlar, ancha ajoyib. Hatto bunga rangini ham o'zgartirishingiz mumkin. Bu o'zini rangi ko'pchilik yoqqani uchun men ham shunday qoldira qolaman. Ajoyib mod. O'ynashga arziydi do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying.